Jenursan nimalar qilib qo'ydim? Onasini emsan. 15 yil oldin bizani lordimiz butun dunyoni boshqargan. Voy, qanday ajoyib. Ha, bu juda ham zo'r. Bir kun kelib men ham albatta dunyoni boshqaraman. Yo'q, buni faqat eng zo'rlari qila oladi. Shu gapingizga bulbulchamni yeyapsiz. Bratishga qara, men albatta bir kun kelib shu darajada qudratli bo'laman. Krokas. Sizdan zo'r chaqiryapti. Nima rostami? Yur juda ham ajoyib. Xo'sh, joyimizga turib olamiz. Bir to'da qumursqalar, ikki quloqlari bilan eshitdilar. Jalot, men iste'foga chiqmoqchiman. Shu bois mening o'rnimga yangi hukmdor kerak bo'ladi. Xo'sh, kim yangi hukmdor bo'lishni xohlaydi? Ya'ni lord yoki buni o'zim tanlashim kerakmi? Xo'p, mayli. Xo'sh, qani ko'raylikchi. Krokas, yangi hukmdor endi sensan. Men ketayapman. Hammaga xayr. Jalot, nima endi men lord bo'ldimmi? Shunday qilib men har xil ishlarni qilishni boshladim. Lekin eng avvalo tinchlik. Lekin undan birinchi o'rinda turadi guni. Bu mening orzularim ro'yxati. Birinchi o'rinda boy bo'lish, ikkinchi o'rinda armiya yig'ish, uchinchi o'rinda yaxshi bo'lish. Lekin bu g'oya u darajada zo'r chiqmadi. Sababi yigitlar, menga hozir soqqani cho'zinglar. Sababi men endi sizlarning hukmdorlaringman. Davay. Qani? Yo'q, iltimos kerak emas. Yigitlar, hech bo'lmasa sizlar pullarni beringlar. Rahmat. Xo'sh. Jenursan, ular mana da o'rishibdi. Uni mayli. Cho'chqa bashara, hozir menga soqqani cho'z. Yo'q, kerak emas. Yo'q. Iltimos, tinch qo'yinglar, bo'ldi. Bunaqa qilib mening kunlarim asta-sekinlik bilan o'tib ketdi. Onasini emsan, men bitta ham orzuyimga erisha olmadim. Bu nimasi? Endi nima qilishim kerak? Oy, to'xtang, siz kimsiz, Jalol? Orqamdan yurma. To'xta, orqamdan yurma deyapman. Jenursan, qurbaqa bashara qayerga ketdi? Onasini emsan. Bu nima? Oddiy qog'ozmi, Jalol? Nima bo'lishi mumkin? U yerda nimadir yozilgan ekan. Installok koordinatalari, Jenursan. O'sha, men bu yerga borishim kerak. Xullas, xayr. Yigitlar, sizlar bilan qayta ko'rishamiz degan umiddaman. Cho'chqa basharalar, nimaga meni zindoq qo'yibsizlar, Jenursan? Menga jonim shirin, orqada qolinglar. Orqada, Jenursan. Axiri men cho'chqalardan qutuldim. Kast, men aytgan joyimga olib bora olasanmi? Rahmat. Qanday qilib kast? Xo'sh, men manzilga yetib ketdim. Rostdan ham yetib kelibman, qo'yar. Umrimda birinchi marotaba bunaqa portalga kirishim. Xo'sh, qani, olg'a. Jenursan, men o'zi qayerdaman? Jalol, orqamizdan yuring. Sizni xo'jayinga olib boramiz. Xo'sh, qani boraylikchi. Janob, menga bu yerda ish topiladimi? Xo'sh, agar kollektor bo'lib ishlashni xohlasangiz, mana bunga imzo qo'ying. Bu orqali siz soliqchi bo'lib ishlaysiz. Endi siz rasman ishga kirdingiz. Mana bu narsalarni oling, sizga kerak bo'ladi. Rostdan, Jenursan. Xo'sh, endi men rasman soliq yig'uvchiman. Bu mening birinchi qishlog'im. Eshitni och. Xo'sh, men soliqdan keldim. Iltimos solig'ingizni to'lang. Mayli, ketganimiz yaxshiroq. Men uni darrov o'ldirmayman. Janob, kechirasiz, adashib ketibman. Mayli, mening biroz ishlarim bor edi. Salom, qalaysan yigitcha? Xo'sh, soliq to'lash vaqti. Voy, nimalar qilyapsan? Nima, sen talonchimisan? Shlepagala, hozirroq soliqlarni to'la. Jenursan, bo'ldi. Qisib yurish jonga tegib ketdi. Endi o'zim bilgancha ish tutaman. Birodar, davay, hozir soliqlarni to'lash vaqti. Soliqni chiqaring. Nima, qo'rqmaysizmi? Unda o'ling. Soliqlarni to'lang, bo'lmasa o'lasiz. Endi ishondinglarmi? Bular meni g'azab qilishyapti deb o'yladi, lekin men ularni aldaгаnim yo'q. Bu dunyoda eng zo'ri bu soliq yig'ish. Xo'sh, soliqlarni topshirish vaqti keldi. Pul ber, bo'lmasa men seni o'ldiraman. Xo'sh. To'g'risini aytganda, meni aldagan edim. Bo'l, yigitcha, siz juda ham zo'r xodimsiz. Birodar, nimaga siz soliq to'lamaysiz? Menimcha sizga shuncha ogohlantirish yetarli emas edi. Unday bo'lsa o'ling. Xo'sh, biroz dam olaman. Janob, men soliqlarni olib keldim, mana. Juda zo'r. Xo'sh, mening ish haqqim qani? Xo'sh, mana bu sizning ulushingiz. Nima, siz menga hazil qilyapsizmi? Yo'q, hammasi shartnomada yozilgan edi. Siz shartnomani yaxshilab o'qib ko'rishingiz kerak. To'plangan hamma soliq xo'jayinga o'tadi. Jalol, siz meni aldadingiz. Nima, sizga muammo kerakmi?
Bolalar, bizlarda muammo chiqdi. Yaxshi, men sizlar uchun ishlashda davom etaman. O'sha payt men aldanganligimni tushundim va barcha pullarni o'zimda qoldirish g'oyasini o'ylab topishim kerak edi. Shunda men Xo'sh, men bir yo'lni topishim kerak va nihoyat armiya yig'ish vaqti keldi. Assalom qishloqqa, men sizlarning qirolingiz bilan gaplashmoqchiman. Rahmat qishloqqa. Bu yerda birtinga xizmat qilishda nima qilyapti? Xo'sh, to'xtanglar, hamma meni eshitsin. Bilaman, hammangiz soliqdan qiynalgansizlar. Shu bois men armiya yig'ib, soliq yig'uvchi boshliqni o'ldirmoqchiman. Tasavvur qiling, bular soqchilar va ularni o'ldiring. Bu juda ham ajoyib. Juda ham zo'r. Donni. Iltimos menga biroz bo'lsa ham soliq to'lang. Devin, sizlar ham juda ham ko'p ekan. Pop, senda nima bor? Jennerson, men buni nima qilaman? Mana o'zingizni ajoyib ishlayapsiz. Jennerson, sen nimaga qilib tushding? Bo'lib ket. Xo'sh. Hamma hoziroq pullarni menga bersin. Rahmat. Bu partaro orqasida soliq yig'uvchi bor. Davay, qani olg'a. Sizlarga ishondim yigitlar. Onasini emsin. Bu nima bo'ldi? Otlaring, ot! Jennerson, men nimalar qilib qo'ydim? Endi nima qilaman? Lekin men shu tariqa yangi qishloqlarni topdim va ulardan asta-sekinlik bilan soliqlarni yig'a boshladim. Va mening yillik daromadim borgan sari oshib bordi va yilga 420 million dollarni tashkil qildi. Bugun juda ham ajoyib kun. Xo'sh, yotib uxlash vaqti bo'ldi. Men hozir juda ham boyman. Bu qanday o'z bo'ldi? Lord, salom. Grogas, men seni juda ko'p vaqt ko'rmadim va men bu yerga senga yordam berish uchun keldim. Qanday yordam? Bu narsa senga yordam beradi. Bu nima o'zi? Bu narsa seni dunyodagi eng kuchli mavjudotga aylantiradi. Bu narsa juda ham ajoyib.